tomoshabin o'rtoqlar. 41-yilda Nardanov xo'shbaxtligidan rasmi ham yo'q. O pizarız bilmem yo'qolib ketdi. Yenamiz Nemis faşist kazandılar frontning orqasida kurash bo'lgan. Qo'ydi kim bo'g'ib yetkazib berdi? Malning oxirini kim tozaladi? Yana jilatdim. Otaxon nahvoy yig'layapti. Men sizga o'tgan marta aytdim. Siz studiyada o'tiribsiz. Ramkangizni bir eskikamanmi seni ramkangni ukamni topib ber. Meni yana jilatdim seni og'zingga. Unday qilmasa endi. Sen mujikma. Men senga yerin g'ijdivan kapiga olib borib osh qilib beray. Otaxon. Ukangiz studiyada. Men ukangizni hozir ko'chaga tepib bo'lsa olib kelaman. Qanday tushundingiz? Subsanliq tushundim, otaxon. Ukangiz urush yillari Mariya Stepanovna degan xonadonda, ayol kishi xonadonida tashaqlatib yurgan ekan. Buni bilmayman dag'in shu, jimtiring. Belgilar. O'ng tomonida son tomonida donadek holi bor. Holini ko'rganim yo'q, o'zi ko'zim bo'lmaydi mening. Urushchilar oldimga bomba tushdi. Kantojo dedi o'rchasiga sen nixuya tushunmaysan o'rcha. Otaxon, qo'yib qilmang. Ramka bilan gapiring. Yo yo'lda chiqqan pirashka deb o'ylayapsiz. Zivarvoy yeb ketgan. Yo o'rmondagi qo'ziqorinni ko'ryapsiz. Qo'yib qilmang. Hey, sen qo'yib qilasan. Hozir bratvarni chaqiraman, tomog'ingni botaman. Qanday tushunding? Sirtliq jimtiring. Belgilar. Belgisini sikazanmi o'sirgan payt qog'imda qildi kelardi. O'sha qog'imda qildi. Ukangiz qildi. Bizam sikkan payti shu qog'imda qildi keldi. O'sirdi-da. O'sirmaganda biz tanimardik. Topgan bo'lsang olib chiq, o'zingga sikkay, bir tomog'ini bosayin, tanib siladi.